Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Muhaciratga Uyg'urlar 21 fevral Dunyo ona til kunini o'xshamagan shakllar orqali xotirladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim 21 fevral Dunyo ona til kuni munosabati bilan stansiyamiz qilgan tabrik so'zida muhajiratda ona tilni saqlab qolish, ona til o'qituvchilarini tarbiyalash, ona til darslik kitoblarining tuzilishi va oilada ona tilda so'zlash qatorliq temalarda Uyg'ur tilini saqlab qolishda jafoliq ajr singdirayotgan suyimlik ona til o'qituvchilari va Uyg'ur til tadqiqotchilariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. Dolqin Isa apandim so'zida Xitoy hukumatining 2000-yillardan keyingi atalmish qo'sh tillik ma'rif siyosatining Uyg'ur tilini ma'rifdan siqib chiqarish vaziyatini shakllantirish orqali Uyg'ur farzandlarini ona til ma'rifidan mahrum qoldirib, Uyg'ur tilining hukumat organlarida va hujjatlarida ishlatilishini bargancha azaytib, hatto yaslilarda Xitoy ma'rifini umumlashtirganligini, Uyg'ur tilining ig'ir xirisga duch kelayotganligini ifoda qilish bilan birga, xalqaroning Uyg'ur tilining xavfga uchrashiga jiddiy diqqat qilishini va Uyg'urlardan ona tilini qo'g'dash engini o'stirishini talab qildi. Xalqaro ona til kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi televiziyasi Uyg'ur tili uchrayotgan xiris va Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur farzandlarini majburiy yotoqliq maktablarga o'rinlashtirish orqali assimilyatsiya qilayotganligi haqida qisqa film ishlab, xalqaro jamoatchilikning diqqatini tortdi. The theme of International Mother Language Day Celebration 2024 is Multilingual Education as a Pillar of Intergenerational Learning. In practice, bilingual education in East Turkestan forcibly replaces Uyghur language and culture with Mandarin Chinese, erasing linguistic diversity and cultural heritage. Recent reports have exposed the systematic removal of the Uyghur language from school curriculums, exacerbating concerns about erosion of ethnic identity and linguistic rights. We lose our language and culture, I think we're going to lose ourselves as Uyghurs. Ma'lum bo'lishicha, BDT Ma'rif, Ilm-fan va madaniyat markazi, ya'ni UNESCO tarafidan 2000-yili 21 fevral kunidan boshlab har yili bu kunning Dunyo ona tili kuni ekanligini e'lon qilib, yo'qolib ketish xavfiga duch kelayotgan millatlarning tilini qo'g'dashni talab qilgan. 2007-yili 16 may kuni BDT'da ichilgan ona tilini qo'g'dash yig'inida yana BDT'ga a'zo davlat hukumatlaridan o'z davlatidagi millatlarning tilini qo'g'dash tadbirlari elish va uni amaliylashtirish talab qilingan edi. İstanbulni markaz qilgan Uyg'ur tashkilotlariga doir uchurlarni to'plaganligi va uni Xitoy istixborot organlariga yetkazganlik ilgari surilgan 6 nafar gumondor Turkiya davlat xavfsizligi doiralari tomonidan tutqun qilingan. İngliz tilida chiqadigan nazoratchi, ya'ni Al Monitor gazetining xabar qilishicha, Turkiya davlat xavfsizligi doiralarining 20 fevral kuni bir vaqt ilib borgan tutqun harakatida Turkiyadagi qo'lliq Uyg'ur faoliyatchilari va tashkilotlarga doir uchurlarni to'plagan 6 nafar gumondorning tutqun qilinganligi bildirilgan. Ko'zatuvchilar Turkiya davlat xavfsizlik doiralarining Xitoy istixborot organlariga ishlaydigan josuslik gumondorlarini oshkor tutqun qilishi oz ko'rilgan ahvol deb qaramoqda. Turkiya Anatoliya agentligining xabar qilishicha, navbatda Turkiya xavfsizlik doiralari yana bir josuslik gumondorining izdirkinimi jiddiy qilmoqda ekan. Turkiya Xitoy munosabatlari o'tgan yil 5-oyda Erdo'g'anning qayta prezidentlik saylanishidan keyin ijobiy burilish hosil qilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi ikki davlat orasida izchil ixtilofdagi masala bo'lib kelmoqda. Turkiya davlat xavfsizlik doiralarining bu harakati Xitoyning Turkiyadagi Uyg'ur muhojirlariga qarata chegara halqan bostirishini kuchaytirib, Uyg'urlar uchun jiddiy bexatarlik tahdidi paydo qilayotgan bir vaqt elib berilganligi qayd qilinmoqda. Turkiyadagi 24 televiziya kanalining xabarida bildirishicha, bu qatimqi Xitoy josuslik gumondorlarini tutqun qilish harakati Istanbul Cumhuriyet bosh taftishining terrorlik va tashkillik jinoyatlarini surishtirish boshqarmasi tomonidan elib berilgan. Xabarda tutqunning Turkiya Milliy istixborot tashkiloti ta'minlagan uchurlarga asosan elib berilganligi, bu uchurlarda Xitoy Xalq Cumhuriyeti istixborot doiralari bilan ko'rishib, Turkiyadagi Sharq Turkiston jamoat arboblari, jamiyatlar va qurilishlar haqida uchur to'plagan 7 gumondorning bayqalganligi va bu kishilarni tutqun qilish buyrug'i berilganligi bildirilgan.
Xitoy koronavirus yuqumidan keyin iqtisodni asliy keltirishga qiynalgan bir paytda 2023 yili Xitoyga bevosita selingan chet el mablag'i 1990 yillardan buyangi eng tuvan seviyaga tushib qolgan. Maliya vaqti gazetining xabar qilishicha, Xitoy tashqi perevod idorasi 18 fevral e'lon qilgan sonliq ma'lumotida Xitoyga o'tgan yili bevosita selingan chet el mablag'ining oldingi yildagidan 82% azayganligini bildirgan. Xabarda bu Xitoyga bevosita selingan chet el mablag'ining 1990 yillardan buyangi eng tuvan nuqtaga tushib qolishi ekanligi qayd qilinmoqda. Xitoy tashqi perevod idorasining sonliq ma'lumotida 2023 yili Xitoyga bevosita selingan chet el mablag'ining 33 milliard dollar atrofida bo'lganligi bildirilgan. Halbuki, Maliya vaqti gazetining qayd qilishicha, Xitoy tashqi perevod idorasining o'lchami chet el mablag'ining iqishiga munosabatlik texim keng faoliyat doirasini o'z ichiga olganlikdan boshqa bevosita mablag' silish ko'rsatkichlarga qaraganda texim turaqsiz ekan. Xitoyga silingan bevosita chet el mablag'ining tarixdan buyangi eng tuvan nuqtaga tushib qolishi, Beijing o'milik krizisi, ishki iste'molning ojizlashishi, mablag' solg'uvchilarning ishonchisini yo'qotish qatorliq masalalarga chora izlab, iqtisodning turg'un holatini qayta jonlantirishga qiynalgan bir paytda o'tirg'a chiqqan. Xitoy tashqi perevod idorasining sonliq ma'lumotida 2023 yilining 4-faslda Xitoyga silingan bevosita chet el mablag'ining ko'payish alomati ko'rilganligi, 17 milliard 200 million dollar mablag'ning bu mezgilda silinganligi qayd qilinmoqda. Germaniya iqtisod institutining dokladida ta'kidlanishicha, 2023 yili Xitoyga bevosita mablag' solg'uvchilar ichida Germaniya shirkatlari oldingi o'rinni egallagan. O'tgan hafta Germaniyaning ximiya sanoat shirkati BASF kishilik huquq tashkilotlarining besimida Sharq Turkistondan chekinganligini e'lon qilgan. O'xshash bir vaqtda Volkswagen shirkatimi Sharq Turkistondagi savdo faoliyatini o'ylashayotganligini bildirgan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.